Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz Temudan kelgan oxirgi posilkamizni sizlar bilan birga obzor qilamiz. Mana oxirgi olgan zakazim 23-fevral kunini yo'q, 19-fevral kuni olgandim. Bundan 3 kun oldin kelgandi. Olib kelishga kuryer yo'q deb aytishgani uchun ozgina vaqt talab qildi kelishiga. Hozir ochib ko'ramiz. Hozir sizlar bilan birga ochib ko'rsataman. Nimalar kelgan. O'zim esimdan chiqib qolgan nima zakaz qilganlarim. Hozir krossovka bor edi ichida. Ikkita bepul sovg'asi ham bor, kстати. Mana ochdik. Endi birma-bir ko'rsataman. Mana ochdim. Birinchi nima chiqib ekan ko'ramiz. Bu podarkacha. Bu hozir ko'rsataman sovg'asiga. Ikkinchi sovg'a. Bu noski. Noskilar to'plami. Bu burunga taqadigan xurak yotmasligi uchun jiyanimiz zakaz qiling deganlar uchun zakaz qilgandim. To'g'risi bilmayman nimaligini buni. Buni ham jiyanimiz zakaz qildilar o'zlariga noski 5 ta. 250 ml tovar zakaz qilganman. Ikkita sovg'asi ham bor. Hozir. Bu birinchi sovg'asi menga krossovka. Krossovka ochib ko'rsataman. Bu krem. Ikkinchi sovg'asiga. Mana bu krossovka maskera. Bu xo'jayinimlarga. O'tgan safar ham zakaz qilgandik. U kattalik qilganligi uchun bu kichkinasini zakaz qilib bu safar uni berib oldik sovg'aga. Birinchi zakazimda shunaqa ikkitani katta razmerni zakaz qo'ygandim. O'sha uchun uchinchi martasiga kichkina razmerdan zakaz qildik. Xo'sh, mana bu o'zimga konsiler zakaz qilgandim. Hozir ochib ko'rsataman. Bu esa bu davomi. O'tgan safar ham zakaz qilgandim uni. Bitta jiyanimiz so'raganlar uchun. Hozir buni ham ko'rsataman. Boshqa nima bor ekan? Bu ichki kiyim o'g'il bolalar uchun. Boshqa qolmadi. Mana endi buni ko'rsataman hozir ochib. Mana oyoq kiyim 41. Ko'chaga kiyishga oyoq kiyim kiyadi. Buni aytdim nimaligini. Bu 70 mingga zakaz qilgandik. Buni 75 mingga. Bu esa noskilarni 25 mingga. Buni 25 ming shunaqa edi. Bitta donasi. Bir dona bu yoqda. Mana bu konsiler. Hozir konsilerni ochib ko'rsataman. O'zimga konsiler 20. Mana konsiler. Kichkina ekan, lekin ko'rinishi kattaroq bo'lsa kerak deb o'ylagandim. O'zimga kichkinaroq ekan. Mana ishlatib ko'raman.
Endi kremga keladigan bo'lsak, kollagen bu. Kollagen krem. Hozir buni ham ochaman. Mana kollagen yuz kremi. Mana 100 gramlik kremada. Mana ko'raman ham. Endi oxirgi sovg'amizga yetib keldik. Men ham qiziqaman. Qanaqa ekan deb. Hozir ochib ko'raman. O'zi 150 minglik krossovka edi. Mana 37-razmer. Razmeri yozilmagan bo'lsa kerak. Bu Xitoy nimalariga yozilmagan orqasiga men e'tibor berdim. Bu krossovkamizga ham ketamizga yozilgan ekan bunda. 41 yozilgan ekan. Bu krossovkamizga yozilmagan ekan. Mana ichlariga anaqqalari ham bor ekan. Ushlab turadigan. Yaxshi. Sifatli, juda ham hidi o'tkir ekan. Mana qaranglar. Yaxshi. Nima deb o'ylaysizlar, yaxshimi? Menimcha yaxshi. Yesa bo'ladi. Mana. Bu ham ichida narsasi bor ekan. Olib kiyib ko'raman. Hozircha shu mana shular. Oxirgi 4-mart kuni Temu yopiladi degan uchun men zakazimni отменить qilib, pulimni qaytarib oldim. Endi 20-martdan keyin Xudo xohlasa bilamiz. Menimcha ochilsa kerak. Hozirda menda shu hammasi. Sog' bo'linglar.